Endi Sibirga ishlayapmiz. 60 graduslik sovuq. Usta bu. O'tgan safar aytganingiz 70 gradus dedingiz-ku. O'tgan safar bu oldingi yil edi. Men hozirgi yilni gapiryapman. Ichim o'tdi. Ha. Shunchalik sovuq. Bir kampircha kelyapti. Sen ustamizdan deyapti. Uyim sovuq deyapti. Bilaman, qorningiz och, to'xtan, voqeani eshitding, qiziq bo'lyapti. Kampircha aytibdi, men bezaksini gapiraman. Jimtir, avqat deylik, jimtir. Aytibdi-ki, uyim sovuq, nima qilsam bo'ladi deyapti. Men aytamanki, uyingga qachon pechka yoqsang isiydi deyapman. Tushunyapsanmi? Keyin granitlik uyingni borku, xom shuvoq, shuni samo shuvoqlar bilan Xolmurod, gapni eshitmasang ham gapni bo'lma. Granitlik o'yini bor-ku, hali kampirchani. Shuni samon shuvoq bilan shuni shuvayatdim. O'yicha shundoq ham issiq bo'ldi. Keyin bir minut eshitdinglar, voqea prorabmisiz, aka? Deb voqeani eshitding, aka, iltimos. Azamat. Keyingi xo'sh, 70-yillar bo'lgujira Afg'onistonga xizmat qilib qoldim. Kecha safar aytib berganingizga Hindistonga deyapsiz, endi Afg'onistonga deyapsiz, usta bu. Qaysi bir to'g'ri? Azamat, Afg'onistonga men borganmi, senmi? Siz borgan. Qisib eshit bo'lmasa tamom, gapni eshit. Afg'onistonga shunchalik ish bo'libdi. Tog'lar arasidan toshlar olib kelib marmar qilamiz. Ishonasizmi? Shunchalik katta toshlarni yoramiz, qo'llarga qechqurun kirib qolgan toshlar bo'ladi. Olib taylaymiz. Kuniga 5 tonna, 6 tonna toshni o'zim yoraman, bir o'zim. Usta bu? Ha. Siz O'zbekistondan chekkaga chiqmagansiz? Sen chiqmagansan, jo'ra, men chiqib yuribman. Meni yoshligim chet el o'tgan, jo'rajon. Ha. Osh deylik bo'lmasa. Biz Ha, ye. Voqea qiziq emasmi sizlarda? Ayo, osh deylik, keyin aytasiz. Ha. Men hech kimga aytmayman bunaqa zo'r voqealarni. Bizdan boshqa odam eshitmaydi sizda. Ko'tar abetingni, men ketdim bo'lmasa. Bo'ldi. Ayting, eshitdim. Eshitamiz, ayting. Keyingi yil Fransiyaga borib qoldim.